Assalomu alaykum. Hurmatli Doktor Umarov kanali kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana men Doktor Umarov. Hozirgi suhbatimiz sizlar bilan allergik bemorlarda taomi, ovqatlanishi, ularda ratsioni, ovqat ratsioni qanaqa bo'lishi kerak degan shunaqa mavzu ketadi. Archa shifokorga borsangiz, endi aynan allergiyani davolashi mumkin bo'lgan juda ko'p shifokorlar, mana allergologlar bor, keyin bolalarda pediatrlar bor, gastroenterologlar bor, keyin hammasi birinchi o'rinda parhez buyurishadi. Qo'lingizga darrov bitta spiska beriladi, o'sha mumkin emas va mumkin bo'lgan nimalar to'g'risida. Mana shu narsani bunday olib qarasangiz, o'sha spiskani, ya'ni o'sha ro'yxatni olib qarasangiz, iste'mol qilinadigan mahsulotdan ko'ra iste'mol qilinmaydigan mahsulotni sanash osonroq, qiyinroq juda ham. Juda ham ko'p asosiy narsa cheklab tashlanadi. Doktor, bu spiskani ko'rsam men hozir umuman ovqatlanmasam ham bo'laverar ekan deb tushunyapman. Faqat non choy, mana shu narsadan boshqa narsaga o'tmaymanmikan deb o'ylayapman. Shunday ham bo'ldi. Shunga amal qilgan bo'lsam ham baribir menda allergiya qo'zg'ayapti. Yesam ham, yemasam ham foydasi yo'q. Shuning uchun men parhez qilmay qo'ydim deyishyapti, deb kelishyapti-da, parhez qilmay qo'ydim deyshadi. Endi bo'lgan voqealardan juda ko'p nimasini aytaman. Surxondaryodan bir qizimiz keldi. Endi shu darajada parhezga tiqilganki, haligi qizimizda endi bir narsani yeb qo'yishdan qo'rquvdi o'zi katta-da. Birinchi kuni bizning suhbatimiz o'sha to'g'ri ovqatlanish to'g'risida yozib, chizib bergan suhbatimizdan keyin o'sha shok holatga tushyapti-da. Haligi nima qilsam, rostdan shunaqa qilsam bo'laveradimi? Pomidor yesam bo'ladimi dedi. Men aytdim, nimaga bo'lmaydi pomidor yesangiz desam, shu men 2 yildan beri umuman pomidor yoki qulupnay va shu qizil narsalar, tarvuz narsa yemaganman, yemayman mana shu narsani. Nima uchun endi siz hozir bugunoq meni o'sha narsadan chiqarib yuboradigan gapiryapsiz? Rostdan shu narsa to'g'ri bo'ladimi dedi. O'zi qo'rqqanidan, haligi narsadan hayron bo'lganidan, hayratga tushib qolganidan shunaqa holatga tushib kelyapti-da endi. O'sha kuni shu holatda birinchi shu ukollarini oldi-yu, hostelga yotoqqa ketdi. Ertasi kuni kelyapti. Hayratdan ko'zlari yonyapti-da. Doktor, men pomidor yedim, hozir hech narsa qilgan yo'q deyapti-da. O'shaning uchun haligi parhez degan so'zni bu yerda bizni davolash uslubimizda jicha boshqacharoq narsa bo'ladi. To'g'ri ovqatlanishda konkret mayda-chuydasigacha tushuntirib beraman. Yana bitta voqeacha. Bitta ona kelyapti-da, endi davolashni boshlayapmiz. Ataylab, men hali parhez yo'q. Mana shu to'g'ri ovqatlansang bo'ldi degan gapni gapirib beryapman-da, ertalabga kelib ertasi kuni ertalab kelyapti, ko'zidan yosh kelyapti, quvonch yoshi. Bolam mandarin yedi deyapti-da. Hech narsa bo'lgani yo'q. Oldin yemasmidi desam, yo'q, oldin umuman yaqiniga ham yo'latmasdim, ko'rsatishga ham harakat qilmasdim. Nimaga yeb qo'ysa qo'zg'ab qolardi-da. Bugun mana shu narsani yedi deyapti. Kuni kecha o'tgan hafta mana qulupnoylar hozir bozorda o'sha paydo bo'lib qoldi. Bolamga qulupnoy berib ko'rdim, qo'zg'amadi doktor deb kelyapti. Mana shu to'g'ri ovqatlanish haqiqiy nima bo'ladi. Buni mohiyatini tushungan inson keyin Yevropadan vaksina, Yevropadan qaysidir bir uslublarni qidirmaydi-da. Amerikadan qidirmaydi-da buni nima qilgandan keyin. Mana shu bor ekan-u haqiqatan degan gapni mana shu yerda o'zida gapiradi. Juda ham ajoyib narsa. Parhez degan so'z yo'q. To'g'ri ovqatlanish degan narsa bor. Sunnatga mos, sunnatga xos to'g'ri ovqatlanish. Payg'ambarimiz aytib ketgan bundan o'zining davrlarida qanday ovqatlanishdi. Biz o'shani mohiyatini tushuntirib berganimizdan keyin tushunasiz bu narsani. O'shaning uchun e'tiborli bo'ling. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.